Navro'z umumxalq bayramini munosib nishonlash maqsadida Toshkent shahrida keng ko'lamli madaniy, ma'rifiy tadbirlar va xalq sayllari tashkil etiladi. 2026-yilning dastlabki 2 oyida 45 ta jinoiy guruh faoliyatiga chek qo'yildi. Davlat xaridlarida raqobatga zid 28 mingdan ortiq holat aniqlandi. Kunning shu va boshqa muhim yangiliklar bilan tanishtiramiz. Assalomu alaykum. Toshkentda Navro'z munosabati bilan xalq sayllari tashkil etiladi. 2026-yilgi Navro'z umumxalq bayramini munosib nishonlash maqsadida Toshkent shahrida keng ko'lamli madaniy, ma'rifiy tadbirlar va xalq sayllari tashkil etiladi. Prezident qaroriga ko'ra Navro'zni ulug'lash insonni ulug'lashdir degan ezgu g'oya asosida tashkiliy, amaliy, madaniy, ma'naviy va targ'ibot tadbirlari dasturi ishlab chiqilib, uning amalga oshirilishi ta'minlanadi. Shuningdek, Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida ko'chat ekish tadbirlari, Men ham ko'chat ekaman aksiyasi hamda umumxalq hasharlari o'tkaziladi. 2026-yil yanvar-fevral oylarida kriminogen vaziyatni barqarorlashtirish maqsadida o'tkazilgan 6025 ta maxsus tezkor tadbir davomida 45 ta jinoiy guruh faoliyatiga chek qo'yildi. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, ushbu tadbirlar natijasida tovlamachilik, noqonuniy qurol saqlash, qimorxona tashkil etish, odam savdosi, orttirilgan immunitet virusi infeksiyasini tarqatish va fohishaxona saqlash bilan bog'liq ko'plab jinoyatlar fosh etildi. Xususan, tezkor tadbirlar davomida 116 ta tovlamachilik, 315 ta noqonuniy qurol bilan bog'liq 86 ta qimorxona tashkil etish, 40 ta odam savdosi, shuningdek 790 ta OIV infeksiyasini tarqatish va fohishaxona saqlash kabi jinoyat holatlari aniqlangan. Navbatdagi xabar. Yangi quriladigan uylarda aqlli suv hisoblagichlar majburan o'rnatiladi. 2027-yildan O'zbekistondagi yangi ko'p kvartirali uylarni qurish loyihalarida zamonaviy elektron ichimlik suvi hisoblagichlarini o'rnatish majburiy etib belgilandi. Prezident farmoniga muvofiq ko'p kvartirali uylar qurilishida yer ajratish va ruxsat berish tartib-taomillari jarayonlarini o'z ichiga oluvchi investitsiya qurilish davrining davomiyligini 1,5 baravargacha qisqartirish belgilandi. Shuningdek, xonadonga kiradigan ichimlik suvi tarmog'i uchun faqat bitta o'lchov nuqtasi bo'lishi ko'zda tutilgan. Davlat xaridlarida raqobatga zid 28 mingdan ortiq holat aniqlandi. Raqobat qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, 2025-yilda davlat buyurtmachilari tomonidan o'tkazilgan boshlang'ich qiymati 18 trillion 800 milliard so'm bo'lgan 23 mingdan ortiq davlat xaridlari o'rganib chiqildi. Tahlillar natijasida 16135 ta savdo jarayonida jami 28304 ta raqobatga zid harakatlar qayd etildi. Xususan, 16017 ta holatda savdolarni o'tkazish tartibi qonun hujjatlariga zid ravishda buzilgan. Shuningdek, 1145 ta holatda ishtirokchilar faoliyatini muvofiqlashtirish, 801 ta holatda esa savdo ishtirokchilarini asossiz ravishda chetlatish holatlari aniqlangan. Qonun buzilishiga yo'l qo'ygan korporativ buyurtmachilarga nisbatan moliyaviy jarimalar qo'llanilib, kelgusida bunday holatlarning oldini olish bo'yicha ko'rsatmalar berilgan. Davom etamiz. Ayanchli yo'l transport hodisasi haqida. Navoiyda yana bir ayanchli yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, yo'l transport hodisasi 7-mart kuni soat 16:30 lar atrofida Navoiy-Zarafshon uchquduq avtomobil yo'lining Konimex tumani hududidan o'tgan qismida sodir bo'lgan. Navoiy-Zarafshon yo'nalishida harakatlanib borayotgan Cherry mashinasi qarama-qarshi yo'nalishda kelayotgan Kia bilan to'qnashib ketgan. To'qnashuv paytida har ikki mashinaning harakat tezligi belgilangan cheklovdan yuqori bo'lgani aytilmoqda. Yo'l transport hodisasi oqibatida Kia mashinasida bo'lgan bir oilaning 3 nafar a'zosi hamda Cherry mashinasida bo'lgan 2 kishi vafot etgan. Ularning 3 nafari voqea joyida halok bo'lgan. Ayni shu yo'lda avvalroq ham yo'l transport hodisasi sodir bo'lib, 4 kishi vafot etgandi. Bu sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimizning so'nggisi edi. Bizni ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Salomat bo'ling.